Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bizda 6-mikrorayonda bir xonali kvartira ijaraga beriladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib o'tsam, bu yoq tarafda Oqtepa Lavashda 2 metr kirganda, bu yoq tarafda esa hamma bilgan futbol stadionining orqasidagi 33-dom 4-etajda 11-kvartira ijaraga beriladi. Ko'rib turganingizdek, kvartiramizni remontlar juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan. Har bitta xonamizda o'zini pardalari va gilamlari bor. Hozir kvartiramizni to'liq xonalari bilan tanishtirib chiqaman. Eshiklar to'g'ri kirganimizda chap qo'limizda kvartiramizda sanuzeli joylashgan, ya'ni bitta rakvina, dush va unitaz bor. Bundan tashqari to'g'ri kirganimizda ko'rib tursanglar, bu oshxonani balkonga olib chiqib tashlashgan. Shunda kvartiramizda yana bitta kichkina joy hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizda oshxonamizda bitta gaz plita va rakvinasi bor. Bemalol pishir-kuydirib qilib, bu yerda maza qilib ovqatlansanglar bo'ladi. Kvartiramiz yosh oila yoki talabalar uchun ajoyib kvartira hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari $200 deb aytdilar. Kontaktlarni shu yerda qoldiramiz. Agar bizni sahifamizdan deb kelsanglar, zo'r skidga qilib beradilar.